Lar, anchadan beri judayam ko'pchilik so'ragan. Ayniqsa Bargiz o'bzub turim baqa gapirmoqqa post qo'yganimizdan keyin ko'pchilik otquloq deb adashtiradi. Mana otquloq haqiqiy. Aslida qaysi otquloq deganlar mana xirenga o'xshab ketadi baylari. Yer qalampiri xiren. Xirenni barglariga o'xshab ketadi. Mana hozir tabiatda bu urug'lashni boshladi. Otquloq. Buni ham foydalari bormi deganlar uchun alohida aytaman. Yana post qilishimning asosiy sabablardan bittasi mana shu otquloqqa ildizlarini kovlab olib, ildizlari va mana e'tibor bering urug'lari. Yaqinda bu rangi o'zgarib, urug'lashni boshlaydi. Mana shu urug'larni mana boqib qo'lingizga yig'ib olasiz. Mana sal sarg'ayishni boshlaganda, hozir sal voqliroq, lekin ko'rsatib qo'yganman. Mana shunaqa urug'lari va ildizini olasiz. Tanasidan do'lma ko'rsatganman, qanchalar foydali, buni yana boshqa tomonlarini ham yana aytib o'taman. Hozir shu asosan ayollarda hayz ko'p ketishi, qon ko'p ketishi muammosida, umuman hayz siklidagi muammolar bo'lsa, ana shunda juda ham foydali mana shu otquloq urug'lari va ildizlari azizlar. Shundan foydalaning. Sizga manfaatli va shifo bo'lsin. Bizni sababchi qilsin. Mana shu muammodan qiynaluvchilar, ya'ni hayzda o'zgarishi bo'lib, qon ko'p ketib, sikllar buzilib ketishidagi muammolari borlar uchun, yaqinlaringiz uchun albatta bu videoni jo'natib qo'ying azizlar. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, fikr mulohazalar qoldirishni unutmang.